50 vaqt namozning 5 vaqt namozga yengiltilganligi haqidagi hadis sahihmi? Savol. Assalomu alaykum. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh menga vahiy qilishga tegishli narsani vahiy qildi. Menga bir kech kunduzda 50 vaqt namozni farz qildi. Andan Musa alayhissalomning qashig'iga tushdim. U Rabbing ummatingga nimani farz qildi deb so'radi. Men 50 vaqt namozni dedim. U Rabbingga qaytib yangilatishni so'ragan. Ummating hargiz qodir bo'lolmaydi. Men Bani Isroil qavmini sinab ko'rgan dedi. Men Rabbimning yoniga, ya'ni munojotlashgan joyga qaytib kelib nido qilib, "Ey Rabbim, ummatimdan yangilatsizlar" deb so'radim. Mendan 5 ni elib tashladi. Andin Musa alayhissalomning yoniga kelib 5 ni elib tashlab yangilatdi desam, ummating qodir bo'lolmaydi. Yana qaytib yangilatishni so'ragan dedi. Men Rabbim bilan Musa arliqida tushib chiqib yurdim. Oxiri Alloh taolo: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, haqiqatan bu bir kech kunduzdagi 5 vaqt namozdir. Har bir vaqt namozga 10 beriladi. O 5 vaqt namoz 50 vaqt bo'ladi. Kim bir yaxshilikni niyat qilib amal qila olmasa, bir yaxshilik yoziladi. Amal qilsa 10 yaxshilik yoziladi. Agar yomonlikni maqsad qilib amal qilmasa, hech nima yozilmaydi. Agar u yomonlikni qilib salsa, bir gunoh yoziladi" dedi. Men Musa alayhissalomning yoniga tushib bularni desam, u yana qaytgan, Rabbingdan yangilatishni so'ragan dedi. Men Rabbimning qashig'i beriverib xijil bo'lib qoldim dedim. Muslim, Ahmad, Tirmizi, Abu Davudlar to'pladi. Bu hadisni Xitoycha Azg'onlar kimlar degan kitobda bu hadis to'g'ri emas. Alloh bilib turib undaq qilmaydi debdi. Ya'ni bilib turib bandasiga undaq 50 vaqt farz qilmaydi. Muslim sahih degan bilan ularmi xatolashidi debdi. Ikkilanib qoldim. Alloh rahmat qilsin, aydonlashtirib bersinlar. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamdusanalar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Namozning boshda 50 vaqt farz qilinib, keyin 5 vaqtga yangilatilganligi haqida kelgan Isro Miroj kechasi bo'lgan voqealiklar to'g'risidagi hadislar Anas radhiyallohu anhu orqali Abu Zar va Malik ibn Sa'a radhiyallohu anhulardan Buxoriy, Muslim va boshqa sunan kitoblarida rivoyat qilingan sahih hadislardir. Sahih bo'lganda-bu eng yuqori darajadagi sahih hadislardir. Shunga bu to'g'ridagi hadislarni sahih emas deyish to'g'ri emas. Janobi Alloh namozni boshda 50 vaqt farz qilib, keyin 5 vaqtga yangilatgan bo'lsa, nima bo'pti? Alloh xohlaganini qiladi. Bandalarning undaq-mundaq deb e'tiroz bildirish haqqi yo'q. Uning ustiga biror hadisni to'g'ri yoki to'g'ri emas deb hukm qilib ayiradiganlar kelmas kishilar emas, balki hadisshunoslardir. Bu sababdan tunilgan ishonchlik olimlarning kitoblarini o'qish, noma'lum kishilarning allaqandoq bir yerlardan topib tarjima qilgan kitoblarni o'qimaslik kerak. Salaflarimiz bu degan din, shunga diningni kimdan olganingga obdan qara degan. Olimlarimiz ilmning quroli 4dir. Ziraklik, sog'lom kitob, yetuk ustoz va tinmay o'rganish deb degan. Shunga sog'lom olimlar yozgan sog'lom kitoblarni o'qish kerak. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 12 nomerlik fatvo.